Tramp Eronga yangi urush boshlash arafasidami? Bugun AQSh vaqti bilan 22 may juma kuni prezident Tramp o'z rejalarini butunlay o'zgartirib, poytaxt Washingtonga qaytgan. Prezidentning ochiqlangan taqvimi bo'yicha bugun u Nyu-Jersida golf o'ynashi, undan keyin esa o'g'li Don Juniorning to'yi uchun Bagama orollariga uchishni rejalashtirilgani e'lon qilingan. U to'g'ridan-to'g'ri Washingtonga uchib, Oq uyga qaytgan. Hamda hozircha matbuotga nima sababdan prezidentning oldindan rejalangan safar tartibi o'zgargani va favqulodda poytaxtga qaytishga majbur bo'lgani haqida aniq izoh berilmagan. Nafaqat Tramp, AQSh rasmiylari, xususan Vazirlar Mahkamasi a'zolari ham dam olish kunlari uchun rejalarini bekor qila boshlashgani tasdiqlangan. Prezidentning favqulodda rejalari o'zgarishi va poytaxtga qaytishi oldinroq uning o'zi e'lon qilganidek 1 soat qolganda ba'zi arab davlatlari da'vati bilan Eronga qarshi yangi hujumlarni to'xtatganini hamda doimiy tinchlik sulhi uchun bir necha kun muhlat berishini aytgani esingizdadir. Ayni shu muddat tugab borayotgani va Trampning rejadan tashqari safarlari aynan Eronga qayta boshlanishi mumkin bo'lgan yangi hujumlarning ibtidosi sifatida baholanmoqda. Hattoki o'z o'g'lining nigoh to'yini ham o'tkazib yuborishi bu taxminlarga yanada ko'proq ishonch berib turgani aytilmoqda. Sizningcha Tramp Eronga yangi hujum boshlaydimi? Birgalikda voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.